Assalomu alaykum savoqdoshlar. Bugungi darsimizda biz shu Java ders to'g'riliq qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bu darsimizdagi umumiy mazmun bo'lib ketmaydi. Shu videolik darsda biz bu Java degan nima, qachon paydo bo'lgan, kim ijod qilgan, biz buning ichida nimalarni o'qiymiz, nimalarni o'rganamiz. O'rganib bo'lgandan keyin qanday ishlarni qila olamiz, qanday o'ringa xizmatga chiqa olamiz degan nuqtada tafsili to'xtalib o'tamiz. Biz endi bu Java'ni o'rganishdan burun shu bizda bir aniq g'oya nishon bo'lishi lozim. Masterot qarasanglar, men bir ishni azaldan boshqa chiqarib boqqan emas dedi. Bundaq tipli kishilar bir ishni yarim yo'l tashlaydi. Ozroq o'rganda tashlaydi. Shuning uchun ya bir kesitni o'rganmaydi, ya bir tilni o'rganmaydi, ya bir texnikani bosh oxiriga chiqmaychi bel qo'yish mumkin. Shu dastlabda o'zingizga ishoning degan mushu temada cho'qim belni mahkam bog'laylik. O'rganalaylik, cho'qim o'rganalaymiz. Men qila olmaygandek turman desangiz, shu qila olmaysiz. Men tirishsam, men bir qilib boqaymiki desangiz, mushu niyat kelgan bo'lsangiz, o'rningizdan tursiz. Men qanday qilsam qila olmayman desangiz, o'ylanasiz. Men qilib boqishga bel bog'ladim desangiz, cho'qim bu ishga harakat qilasiz. Men qila olay ekanman desangiz, siz ishonch bo'ldi degan gap. Qila olmaydiganga. Eng oxirida men qila oldim dedi, cho'qim bu yerda muvaffaqiyat qozonamiz. Shuning uchun bu Java'dimi? About Java to'g'riliq biz to'xtalib, paydinpay menib bu Java'ning ichidagi butkul klasslar bo'lsin, mas'ud metodlar bo'lsin, obyektlar bo'lsin, mush OOP qismlar bo'lsin, biz buni tafsili o'rganib chiqamiz. Endi bu yerda biz tungi qatam IT sohasiga kirgan bo'lamiz. IT desa bu information technology. Bu texnikasi degan gap. Mushu biz o'rganayotgan kompyuter munosabat barliq fanlarning hammasi mush information technologyning ichida mangadi. Bu turlarga qarab, ba'zidan developer bo'lish mumkin, ba'zidan tester bo'lish mumkin, ba'zidan boshqa tiplardagi yozuv bir taraf qilgan usta bo'lishi mumkin, ba'zi bolalar grafik suratlar bir taraf qilgan usta bo'lishi mumkin. Mushu hammasi mushu information technology. Asosan mushu banklar, metrolar, aydirmalar, butun dunyolik turlashgan narsalarning hammasi mushu information technologyning ichida mavjud. Ba'zi bolalar o'tiriblar o'tbalat oldi o'tirganda. Ba'zi bolalar masalan o'tirib to'g'ri kiralaydi, Facebook kiralaydi, YouTube o'ynayalaydi. Hammasi mushu information technologyning ichida bo'layotgan ishlar. Sizning muvaffaqiyat qozonishingiz qalaymaqan qadamlar emas, muntizam g'oya nishoningiz bilan boshlansin. Bir g'oya bo'lsin sizda. O'zingizdagi qilolmaydi ekanman deydigan kamsitishni ko'rib tashlab, men bu cho'qim qila olmayman deydigan qimmat qarashingiz bilan harakat qiling. Cho'qim bilalaysiz. Esingiz shu aniq bo'lsinki, sizning krizdan qutulolmaygan faqat o'zingiz. Ya'ni o'zingiz tirishib sababini yaxshi qilmasangiz, sizni birdan qutqizib qo'ymaydi. İnsan o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotgan kundan boshlab ruhiy tushlikka uchrashga boshlaydi. Fiziklik o'zgarishi yuz berdi. Ruhiy besim paydo bo'ldi. Shuning bilan inson nurg'un qila oladigan ishlarni qila olmaydigan darajaga kelib qoldi. Pachamparatlar uni, hali buni ushaqcha so'zlab, to'rda kishilar bilan takallashib qilgan vaqtingizni mushu bilim seviya qarasangiz, ishoningki, 2-3 yilda siz cho'qim bir yer ishlagidek, qimmatingiz bilan bir yer kiraligidek bilimga siz ega bo'lib bo'lsiz. Siz cho'qim qila olasiz. O'zingizga o'zingiz ishoning. I can do it debdikan bu yerda. I can not do it debdikan, men qila olmayman debdikan, biz men kesib elibdi, notni kesib tashlab I can do it qilmoqchi. Men qila olmayman degan sohaga o'tmoqchi. Hem bir yerde sizinki bir arzu armanınız bolsun, bir gayeniz bolsun. I have a dream de. Bir sizinki bir arzuyunuz boğa vaxtına şunu boylap mansanız çok mutluluk kazanırsınız. Bu cemiyetin nurguşla bir narsa bilgen, ya ki toplar bir narsa yollavatgan, ya canlılık bir narsani chiqarayotgan arkadaşların hammasi ilgili bilmeydi. Keyin
şu siz şunu ko'ryapsiz. Nurg'un qarindoshlarning o'qituvchilarini ko'ryapsiz. Ajab bildikin deyapsiz. Sizmi maoshda bo'laman deydigansiz, cho'qim bo'lamiz inshaalloh. Bunday ish yo'q. Men shu ma'rif ishlari bilan uzun shug'ullanibman. Shu bolalarning boshlam zaten qila olmayman, cho'qim tirishsam qilaman deganlarning hammasi muvaffaqiyat qozonib ketdi desak bo'ladi. Hem bu yerda bu muhim gaplarni men eskartib o'taman. Birinchidan bizning g'oya nishonimiz bo'lishi lozim. Ikkinchidan shu topshiriqlar ishlaydigan shu har xil masalanga mashqlar va plan tur qurilishlarimiz bor. Har birisini vaqti ishlatmaymiz. Bishki ishlamay 3-kunga dars kirsangiz shu chet elning kinosini chet elda ko'rgandek bo'lsiz. Kulmasangiz kulib tashlayga o'zingiz. Nima deb kuldingizni tushuntirib bermayman. Mushunisida saholiga yetib qolamiz. Hem bizde bir kompüter bazı, biz muşu bir arzu armanımız var. Putkil derslerninki muş meşgulini vaqti işletmezsa, kompüterimiz bolsa, en ahire biz tirishchanlik ko'z şarkılar, biz bu yerde success, yani muvaffaqiyat nishoniga yetib boramiz. Cho'qim men qila olaman desanglar, 50% sizlar kuch chiqarib bersanglar, inshaalloh biz 50% kuch chiqarishar muşu bolalarni ya xizmatni siz deb emas, xizmat siz deydigan, qimmatingizni ishlaydigan bir doiraga biz yetkazishga butun kuchimiz bilan tirishchilik ko'rsatamiz. Alloh xolisa. Ama Java programma degan nima? Biz mushuni o'qiydigan bolalar mushu Java'ning nimaligini uqmaymiz. Bu Java mishan nurg'un kompyuter tillarining ichidagi bir til. Yo'g'on yozib qo'yganda bu Java hali asosiy rolni o'ynaydi degan gap. 7-8 xil sistemini tizibdikan tordan tekshirib baxsangiz Java 2-chi o'rinda turibdi. Dunyoda butkul kishilar qo'llanayotgan. Endi men buni o'rganinglar deb bunda tashabbus qilib ketmayman, lekin bugungi kundagi ehtiyoj butun shirkatlarda ham bu yerda shu Java'ni o'rganyotdi. Biz ham shuning uchun buni o'rganamiz. Men kompyuterni ishlataman desangiz, nurg'un shirkat Java shu kompyuter tilini o'rganganmi deydi. O'rgandim desangiz qog'oz qotadi. Bo'lmasam ishlataman hamma o'rgandim desangiz, bu talab qilayotgan shirkatning o'lchamiga tushmay qolsak, biz yana hech qilolmaymiz. Nechanchi o'rgatsangiz, o'gining shirkat talab qilganini qilib bersangiz bo'ladi. Biz shuni asos qilamiz. Shuning bu yerda bu va muhim temalarga shu saraqlantirib qo'ydim. Shular biz diqqat qiladigan masalalar ekan deb tushunsanlar bo'ladi. Bu Javani o'qigandan keyin biz shu OOP qismini o'rgatamiz oxirida. Ondan Selenium'daki test automation o'tamiz. Onda turbatlardan nurg'un kodlarni ilmiy tekshirishlardan tafsili ko'rsatib chiqamiz. Balli günü bo'lgandan keyin sizda bir ishonch paydo bo'ldi. Men qila olay ekanman degan yerga anadaki o'tamiz. Hozir hamma ishni qo'yib, bir ishni ching tutib, oxirgi chiqishga tirishchilik ko'rsataylik. Bu Java programma tilini nima uchun o'rganamiz desanglar, navbatdagi ishlar ishlatayotgan ko'chma app bo'lsin, tor applar bo'lsin, ustal yuz applar bo'lsin, o'yinlar bo'lsin va boshqa programmalarni taraqqiy qildirish uchun keng ko'lamda kishilarcha buni qo'llanib keladi. Ishqilib telefoningizga siz ishlatayotgan narsaning hammasi shu IT sohasining sirtiga chiqib ketmaydi. Yana ashularda mayli Java programmasiniki ba'zi sistemlarda to'liq kodlari bo'lsin, ba'zi oz bo'lsin, ishqilib bunicha ishlatadi. Uyimizdagi tonlatqudan tortib, kiralqudan tortib hammasida shu programmalarniki til orqali yozilgan kodlar mavjud deb qarasak bo'ldi. Hem yo'qdigan mashinangizni to'g'rilab qo'ysangiz o'zingizga o'zi to'xtaydi. Cho'qim mashinangizda kod bor. Kod orqali ma'lumot. Shuning uchun biz buni o'rganishda shu narsalar uchun ishlatilgan desak bo'ldi. Bundan taxmin kengaytirib qo'ysak, butkul dunyodagi qo'limizga ishlatayotgan taxt kompyuter, shu Android sistemik telefon, iPhone hammasida shu kodlar ishlatildi demoqchi. Endi biz bu yerda shu OOP qismi o'tgan vaqtimizda obyektga yuzlangan programma tuzish tili degan gap bu. Bu boshda nurg'un sohalardan o'tib, biz eng oxirida shu OOP qismiga kelamiz. Bu yerda 4 turlik muhim nuqtalar var. Shu muhim nuqtalarda biz tafsili to'xtalib o'tamiz.
mush object oriented programming language degan kelgan chaqda inheritance, anda mush abstraction, encapsulation, polymorphism deyilgan mushta turlar bor. Biz ashunda o'tgandan keyin biz nurg'unmal narsalarni biz birlashib turib yasay olamiz. Hammani o'zimiz kalishtirsa qilib ketishimiz mumkin. Lekin bolalar bilan tim guruhlab turib har xil narsalarni yasak bo'ldi. Men oxirida ma yasagan narsalarni masalan soat, mayli elektronlik hisoblash mashinasi bo'lsin, mayli tor applarga qo'ygan narsa bo'lsin, men uni tafsiliy ko'rsatib chiqaman. Shuning kodlaridan tortib hammani men sizlarga tushuntiraman. Endi bu Java'ning programma tuzish tillari ichidagi mushu qimmati yoki obrazi xalqaro ishlatib kelayotgan har xil programma tillari mana bular. Mushularning hammasi mayli kod yozili, mayli programma yasayli, buningda jiq sistemlar bor. Miyaga mana normal chiqarib qo'yibdi, men chaplab qo'ydim. Bu Java xalq asosi qurildi turdi demoqchi. Bu Java'ning hamda o'quvchilar o'rganisi bo'ldi, kasbiy xodimlar o'rganisi bo'ldi. Bir yer ishlayotganlar bo'lsa, texnik fikrlab o'rganish uchun kompyuterning yuqori saviyalariga chiqishi mumkin, maosh yuqorilishi mumkin. Buni tinim topmay o'zliksiz o'rgansak, 6 oydan 1 yilgacha biz nurg'un mahoratlarni bundan o'rganib qolamiz. Chunki biz ona tilimizda tafsili tushuntirib o'tamiz. Bugungi darsni tushunmasangiz, ertaga darsni o'tkazib bo'lmaydi. Bu yerda bir mas'uliyat tuyg'usi bor. Hammalar o'rtoqcha qo'l tutishib qolamiz. Hamda universal maqsad kompyuter programma tili. Buningda bu hozir bizdagi naplardan boshqa nima qilaman desangiz, mushu Java orqali biz uningki kodni yozib chiqsak bo'ldi. Ham biz bu yerda hozir biz nima o'rganamiz degan temaga keldik. Biz asset qismini o'rganamiz. Ya'ni asset degani mao software development engineer in test. Mush test so'zlarni bu qisqartiramiz. Men hozir grafik altini siz chaplab qo'ydim. Ya'ni yumshoq detal sinaq injeneri edi. Biz mushu programmalarning sutdan tekshirilgan injener. Siz men MS'dan desangizmi, onunla chatqimiz yo'q. Chiqlab mushuni o'qidingizmi? Siz normal ahvol ostida kod tekshirilgan bir injenerlik salohiyatiga ega bo'lsiz. Yumshoq detal sinaq injeneri deydi. Hamda developerlar kodlarni yozadi. Shoirlar, yozuvchilar kitob yozgandek taraqtib yozadi. Biz uni tekshirib kodlarini bilalamdiq, bilalaymiz. Pishiq o'qsa qo'shninga to'g'ri xatosincha biz olib chiqamiz. Ammo Java programma tilininki paydo bo'lishi mushu James Coston degan odam 1991-yili mushuni ijod qildi. Biz 30 yil keyin mushunga uchrashibdik. Yasash emas, haq yasab bersa 30 yildan keyin buni bir o'g'illi ma'vo iqtisodiy qimmat yaratadi ekan deb endi taxmishga keldi. Bodam yasgandan keyin bu Oracle shirkatining tarmoq shirkati Sun Microsystem degan mushu shirkat hamkorlashib o'tkazilib 1995-yil 5-23 kuni buni e'lon qilgan. Hozirgacha bu nurg'un shirkatlar, nurg'un shaxslar ishlatib kelyapti, qo'llanib kelyapti. Ham buni OAK deb atabdi moda. Keyin Java deb nom berilib, hozirgacha Java deb ataladi. Hamda hisob qilganda bu odam bir qahva Indoneziyaning bir qahvasiga muroqkan, ismi Java ekan. Shu qahvani ichib, o'shaning nomini bergan deydi. Biz bu yerdan ular to'xtalib o'tmaymiz, lekin mushu odam, mushinki tarqatgan vaqtini muhim. Yodlab qo'ysanglar bo'ldi. Endi bu yerda biz mushu Java programmasida eng muhim narsa, muhimi hukm tushunchasi. Biz bu yerda mush programma tuzish, programma mushdan bo'lgan tushunchimizni to'g'ri yo'nalishda o'rganib berishimiz lozim. Asosiy grammatikasi oldu. Her bir klass olsun, metod olsun, obyekt olsun, onunki grammatikalar oldu. Biz bunu tefsili öğrenip çıkımız. Başını pişik okuyasınız. Yani kola bitun bilen öy sağlam bolsanız, 2. 3. qavatınca korkmaysanız. Ama aldırap, saldırap, konuna tabi öysap koysanız, 2. qavat çıkanı planını öyle kütüdü. Şu bir yerde 3 nersi mühim. Programın bu tüzük boğan düşüncemiz yaxşı bolaş lazım. Asosiy grammatikasi, qandoq yozamiz? Buning butun usullarini yaxshi o'rganishimiz lozim. Hukm jihatga ma'nosi, zal bunda qilganda bu nima qiladi deydigan bizda bir hukm bo'lish lozim. Yoki semantika deb qo'ydim, semasiologiya, semantika uchun asta. Shari deb qo'ydim. Mushuning hammasi
uqum jihatiga bo'lgan nima qilganligini biz yaxshi tushunishimiz lozim. Shunga 3 narsa bo'lgan vaqtida biz texim yaxshi bilib ma'nolaymiz. Hem bu yerda yangi boshlag'uvchilar uchun eng ko'p ishlatilgan kasbiy atalg'u va usullar. Hem tunji qatim bu Java'ncha echplan ma'no qilmiz hech kim tushunmaydi. Men dastlabda nima qilayotganini deb qarab o'tdim. Şoň biz dersin başlaşdan burun, sistemni açışdan burun türlük sözlüklerini biz pişik qilib bilishimiz lazım. Project, package, class, muş main method. Mani printout dep ataymiz müşakkaç. Muşu sözni başlaşdan burun siz yodlab olsangiz, ertөгün men sözlesem siz şunda qahva demlab o'tiribchi buni tushuna olasiz. Ya'ni asonga to'xtadi demakchi. Chunki bularniki project turi plan qurish. Mesela bir seriştim burun bir yağaç dostum sizimiz şu miyagma ölçüdü manda qilmada bir yerlik usuldu. Agar resmi onunki ko'rinishini chiqarman desak, ketadigan materiallar qanchalik bijim ketadi hammani hisoblabcha saq chiqara olamiz. Şoň qurilishninki oldiga ketadigan narsani mushu ishchilarning loyihaga adam nechta qish ketadi, nechta riz ketadi, nechta ketadi, tekki basqanning qanchalik chiniqish ketadi hammani hisoblab chiqaradi. Agar unda tavakkul qilsangiz, nurg'un birimni ekilsiz, sunudi, chaqilidi, anaqaniki yana apirsiz baka varchilik. Şoň biz dastlabda project degan bir narsa o'tamiz. Hali project qilyapmiz, project yasaymiz deb ajoyib haybatlik ataygan narsa mushu shu. Tur plan qurish. Bir narsani biz maqsad qilib, mushtan narsani yasayman debchi bir tal tur ochib olamiz. Ikkinchisi hamda package. Package degan bu hujjat qisqacha qurish. Masalan, folder deb o'qidik-ku Windowsda. Ash folder, mush packagelar asosan o'xshaydi. Hamda ma sistema, hamda alohida sistem bo'lgandan keyin ham buni package deb atagan bo'lishi mumkin. Lekin mush package hujjatlarni ratlash, tizish, hammani ayrim tur bo'yicha arish uchun mush packagega biz ehtiyoj qilamiz. Ha buni qo'ymaslik hamda zodi qo'yamiz deb emas, qo'ymasak o'zi avtomatik uchun default holda bitta qo'yadi. Lekin biz qo'yib qo'ysak yaxshi. Demak, mush sistemada project'inga package qurayotganmiz. Endi package qurib, uning ichiga class quramiz. Class deganimiz loyiha uchun endi modul qurish. Buni sizlar mush Windows ishlatayotgan normal bir hujjat deb qarasangiz bo'ladi. Mesela videonun hujjatlari bo'ldi, ovozning hujjatlari bo'ldi, Word'ning hujjatlari bo'ldi, PowerPoint'ning bo'ldi, Photoshop'ning bo'ldi, Adobe Premiere'ning bo'ldi. Ishqilib hammasining o'z uchun bir hujjati bor. Mush classni biz hujjat sifatida bir endiz modul deb qarasak bo'ldi. Kodlarni yozishdan burun class qo'yib, ismini qo'yib, anandan keyin biz tekchi butun kodlarni yozishga boshlaymiz. Hamda buni endiz moduli desak, indan yaxshi bo'lishi mumkin. Main method, asosiy metod. Bu asosiy metod hamda men ilm mayandan chiqadi, kengaytirilmasa. Bu main method desa shu qata qurilma yodlab olsa, men degan vaqtida taraf turib yozib bersam ham bo'ldi. Avtomatik chiqadi, nurg'adan bestumon chiqdi deb turib oldik. O siz intervyu qilganda, muloqot qilganda men chiqdi desangiz bo'lmaydi. Ashular men yozing desa, taraf deb yoza olishingiz lozim. Biz ashunda o'rganamiz buni. Ma system out print ln qo'sh tirnoq keyindagi cheklik pech deganning hammasi qisqartirilib print out deb ataladi. Bundan keyin biz buni print out deb o'rganamiz. Shunga ma 5 turlik atalg'ularni pishiq o'qilishingizni biz tavsiya qilamiz. Endi bu darsimizning ichida object degan narsalar uchraydi. Object degan nima deb. Endi men asosan buni bir tushuntirib o'tishimiz. Mush obyektni tushuntirib bermagan odamlar. Nima desa, aniq bir tushuncha bermay, jiq so'zlab tashlagan odamlar. Biz qisqartib bir jismning holati va harakati deb tushuntiramiz. Ya'ni biz bu obyekt yozgan chaqda ko'pincha mush obyektlar orqali nurg'un kodlarni yurgizimiz-ku. Shuning uchun bir narsaning holatini ifodalash yoki harakatini ifodalash uchun biz obyekt ishlatamiz. Shuning uchun niyagman bir jismning holati va harakati deb qo'ydik. O'shunchalik bilib tursangiz bo'ldi. Qolganini men mush tim chiqqanda yana tafsiliy tushuncha beraman. States and behavior. Yani mush inglizcha mushunlar qilib tursak bo'ldi. Bu yoqqa qarasanglar, ma mushuklarning har xil holatlarini ko'rdinglar. Mushu mushukning hammasi object bo'ldi. Ma qop-qora qarab, nimaligini biz aniq bilmagan chaqda bu abstrakt topdi. Umumiy bir ufq bo'ldi. Miya kelib objektlashidi.
Miye kelip mu müşkünün yo'lboshining ko'rinishi bu obyekt. Endi bu mushukcha enik qarab o'zini yo'lbos chaqlab qopti. Şunu biz o'qiyotgan chaqdimi hozir o'zimizni unda bilmay turib kuchli hisoblab olsak, mushu ilim qurilmasi kuchli emas dedimlar, bek chiqishlig'achda ko'ngil bo'ladi. Qo'li qalsanglar iPhone Pro 13, qo'li qalsang ajoyib yo'q olmi kompyuterlar. Lekin ashunlar foydalanmaydi. Şunu biz dastlabda qattiq ishga qurilmamizni puxta qilib o'rganishimiz lozim. Bu müşküm yekli bizim yo'lbos chaqlab qopti. Bizning unda chaqlaga vaqtimiz emas. Lekin inson bo'ynini tik tutibchi dadil yashash kerak. Qanchalik bilim egallasak, shuncha bizda ishonch paydo bo'ldi. Kayfiyatimiz shuncha yaxshi bo'ldi. Shuning uchun mushu darsda bolalarningga ching turib, tirish-pirishni agar maslash bersa bizga 50% maslash bersangiz, qolgan 50%ni inshaalloh biz o'rgatib sizni bir ixtisos egasi qilib yetildirib chiqishga biz tirishchilik ko'rsatamiz inshaalloh. Bu yerda ma'lumotlar qarasizlar, mush klass, mush bir mashinani car deganda bir mashina desak, bir endizcha bo'ldi, sizib qo'ydik. Lekin buning nima mashina ekanligini bilmadik. Burada bir shaklini ko'rdik. Buni bir odam mushuk demaydi, bir odam buni qo'y demaydi, bir odam kal demaydi. Shakli qarab mashina ekanligini aniq faqat aldingiz. Mana bu klass. Miye götep bu maşinin kelik markaları, Audi, Nissan, Volvo degendek bir narsani aniq ko'rib paket alsangiz bu obyekt olur. Aniq bo'ladi. Onun qurulması sızılgan bo'lsa klass bo'ldi. Bir o'yiningga xaritini sızıp qo'ydingiz ki o inson bilіңіз. Bunu biz klass deb tushunsak bo'ldi. Ammo tutgan nusxasini biz obyekt desek bo'ldi, obyekt desek bo'ldi. Nima bilan keldiğiniz qatnashuvlar desek bu umumiy bir hukm bo'ldi. Ammo biz bu yerda mushu obyektlarni farq etishda mushu qatnash bilan keldim deganda biz mashinam bilan keldim, avtobus bilan keldim, metro bilan keldim, chiroq bilan keldim desak, ma'vo aniq bo'ladi, bu obyekt ishib ketadi. Ammo qatnash deb mujmal gapni qilib qo'ysangiz, buning nima ekanligini men bilamasam, bu bir abstrakt hukm bo'lib qoldi. Mushta hukmlarni aniq bo'lmagan vaqtida klass, aniq bo'lganda obyekt deb qarasak bo'ladi. Şunun için miyada klass degan nima desa, shakl andizi model qilib beradi. Bir qilib bu. Klass degan emas, obyektni qo'llab, uning holati va harakatini tasvirlab bergan loyiha andizi qilib beradi. Chunki mayli metod olsun, mayli obyekt bo'lsin, hammasi o'sha klassning ichida bo'lganligi uchun bu yerda men klassni tafsil tushundim. Ama mashinani o'zimda obyekt desak bo'ladi. Chunki bilardingiz ya buni. Qanday mashina ekanligini, rangi qara ekan, turibdi, markasi nima ekan, hammani bilarligingiz uchun o obyekt bo'lib ketadi. Ani main method deganda abiyatni tushundirdik, 5 tane so'zlikdan pishqirganlar. Asosiy metod degan nima desa, mushu public, static, void, main, string, mushu skobka, argis, tirnoq, keyinligi budir tirnoq. Mushu kagini mush xatni to'liq yoza olsangiz, bir asosiy metodni yoza olgan bo'lasiz. Har qanday biz bir kodni yurgizish uchun mushun yazımızca şu hozir bunun bilek taraflarını çın tutmay hemen tushundirma. Public nima uchun keldi? Static nima uchun keldi? Void nima uchun keldi? Main nima uchun keldi? Nima bu tirnoqcha string argis deb yozamiz deganni men mushu temaga kelgan tafsili tushundirma. Hozir tunji qatam men buni tafsillab chiqib kelsam, bola zirkib qolishi mumkin. Shuning uchun sizlar asosiy metod degan mush sariq to'g'ri shukin deb uqib olsanglar bo'ladi. Bu logikalik yazılıb kontrol qilingan barliq sonliq ma'lumotlar va harakatlar mas'ud orqali ijro qilindi. Ya'ni shuni yozgandan keyin biz tekka butun kodlarni yozamiz emasmi? Bir-birining usulini qo'llanish orqali aloqa qilgan obyektlar to'plami deb aniqlantirishga bo'ladi. Yana men mana shu nima uchun shu asosiy metodni ishlatamiz degan nuqtada tafsili to'xtalib o'taman shu kelganda. Endi bizning darsimizda 3 nokta var. Sizler bekrak dikkat qildigan. Data type, variable name, value. Bu muhim. Mushu 3 narsani pishiq bilsanglar, keyingi darsimiz qat'iy ag'ir kelmaydi. Chunki biz mushu nuqtadan chiqatmaychi kod yozamiz. Data type sonliq ma'lumot tipi. Uyg'urcha.
Bu kompüter toniga ochiq so'z. Buni biz xohlagancha o'zgartirmaymiz. Variable name o'zgarishchan miqdor. Ya'ni buni o'zgarishchan bir ism desanglar bo'ladi. Asorat qilibchi. Endi biz shu o'zgarishchan miqdorni qo'ygandan keyin farqlantirish uchun biz qo'ygan ism. Har qanday bir qimmatni saqlash uchun bir tal ism qo'yib olmasak, ishlik topolmaymiz. O'z qavatli binoni oldiga kelib, binoning ichida bir tal chamdanma jug'rab chiqqan desam, siz topa olamsiz, topolmaysiz. Uqolmaysiz. Men binoning 25-qavatda 10-nomerlik uyda ishdan kirsingizlar ba deb desam, o'dil chirib 25 degan liptin konukisini besib, o'dil chiqib shu narsani tepaga tushalaysiz. Nima uchun? Variable name bo'lganlik uchun. Buni biz yozib bo'lgandan keyin ichiga value, qimmatni cho'p saqlab qo'yamiz. Kompüterning ichidagi butun uchurlar mush orqali saqlangan. Siz mayli kompüterda xat yozing, mayli surat bir taraf qiling, mayli video bir taraf qiling. Namsiz saqlayman desangiz, kompüter uni ma'qul demaydi. Cho'qim qo'ysiz. Qo'ymayman deb basasangiz, ixtiyoriy ism qo'yish mumkin. Bo'lmasa cho'qim ism qo'ysiz. Shu ismni qo'ygandan keyin siz keyin topa olasiz. Kirib, men mau videoning ichiga bir video saqlagandim, bormi yo'qmi deb chekinsangiz bo'ladi. Chunki uning ismini qo'yib, siz o'shani tanlab bergan. Shunga kompüterda siz har qanday mashg'ulot yaparsangiz, saqlayman desangiz, cho'qim ism qo'yishingiz kerak. Shu ism dal mushu variable name uchun taqlid qilinsak bo'ladi. Ya'ni ism qo'yganman, ismni topsam, men shu mening degan qiymatimni saqlay, topa olar ekanman desangiz bo'ladi. Data type kompüter bildigan ochiq so'z. Biz endi ismni birini qo'yib qo'yamiz. Bu data type'ni hamda bu kompüterni biz ishlatkichimi shu butun sistemada ishlatamiz. Bu sizni ko'rsatib, mana data type hujum qilyapsa deb siz unda demaydi. Lekin cho'qim ism qo'yishing uchun talab qildi. Uning ichidagi qimmat saqlanib qoldi. Biz shu butkul sistemimizda shu 3 narsani bo'ylab boramiz. Bu saqlangan qimmat shu value ning ichida bo'ldi. Masalan, buning misolini ko'rsatsam, hozir mana muhim deb mana paqib cho'girtyapti. Men mana shundan keyin ko'rdingizmi? Int degan data type deyishga bo'ladi. San deganni men qo'yib qo'ydim. Nima qo'ysangiz mayli. Mush san tan ishchi yuzva degan gap. O'z qilamsiz, 5000 qilamsiz, u o'zingizning ishi. Ma int data type san variable name ma 100 value deb tushunsak bo'ladi. Ham bu yerda mushu nima saqlagan bo'lsa shu chiqadi bu value ning ichida. Shunga vaga nima saqlasangiz shuni ko'rsatadi. Bu o'zgarishchan miqdorlarcha ismlarni farqlantirib xohlagancha qo'ysak bo'ldi. Bu yerga o'zingiz bir narsa qo'ysangiz bo'ldi. Keyin o'zingiz izlaganda darhol topa oladigan bir ismni birini qo'ysangiz bo'ldi. Bu endi mesela ochiq so'zlarni o'zgartirish bo'lmaydi. Qalamga o'zgartirib uni buni qo'yib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Buni o'zgartirmaymiz, o'zi belgilamani birda shu bo'yicha emas. Variable name'ni biz o'zgartirsak bo'ldi. Ishlik qimmat saqlanadi. Mushu 3 narsa orqali biz mushu sistemimizni davomlashtirib turamiz. Nima uchun? Bu kompüterning tili. Ma insonlarning tili taqlid qilsangiz bo'lmaydi. Ko'rdingizmi, men int ishlatdim, son ishlatdim, o'z ishlatdim. O'zni bilishdan burun siz sonni toping, sonni topgandan keyin oldida data type bo'ldi deb men unda insonligimda tushundirsamchi, asli ishlatib ketish mumkin, kallasdan ketib turadi. Bu kompüterningki tili bo'yicha biryapmiz bu butun o'sha usullarni. Kompüter taniydigan qilyapmiz. Shuning uchun biz kompüterning tilini o'qiymiz. Shu orqali biz puxta o'rganib, anda har yerlarga xizmat chiqsak bo'ladi. Endi bu yerda shu o'zgarishchan miqdor, mayli o'zgarishchan xitoblardan, mayli o'zgarishchan ismdan bu saqlagan uchurimizni tepish uchun biz nimaga muhtoj degan javob bo'la oladi. Cho'qim men o'zgarishchan ismlarimni, miqdorlarimni yaxshi bilishim kerak. Bir narsaning nomini atab qo'ygan ismlarning hammasi nomini qo'ymaymiz. Kichik bola tug'ilsin bir ism qo'yib qo'yamiz. To'laka shu ismni qo'llanamiz. Kichikdagi nomer taxtlar bor. Masalan, ikkita nomer taxtni qo'yib qo'ysangiz, men sizning o'yingizni topa olaman. O'xshash o'yinda necha ming bo'lsin, mening o'yim 45-nomerda qo'y desangiz, men tepib shu yerga bora olaman. Kimlikdagi nomerlar bor. Nomerni izlab, bu odamning butun uchurlarini biz ko'ra olamiz. Mashinaning nomer taxtasi bor. Shu nomer taxtasiga qarasak, biz mashinaning kimligini, nima ekanini bila olamiz. Ya'ni men oson tushunish bo'lish uchun bu misollarni keltirib qo'ydim. Shu 3 narsa data type, variable name, value degan narsa biz mushta to'xtalamiz demak. Endi bu Java mavhum mashinaning ishlash jarayoniligini men hozir misollarni qistirib qo'ydim. Biz masalan kod yozamiz. Biz saqlaganda o'sha masalan ismini qo'yamiz-ku, nima yozsak qo'yib,
bir tal chekitdan keyin ma Java deganni qo'yib qo'yamiz. Bu kengaytirilma nomi. Har qanday hujjatdan cho'q kengaytirilma nomi bo'ladi. Agar kengaytirilma nomi bo'lgan tushanchangiz yaxshi bo'lsa, hujjatlarni tepish bir taraf qilish tushanchangiz shuncha ravon bo'ladi. Ba'zi kengaytirilma nomi 3 harflik bo'ldi, ba'zi 4 harflik bo'ldi, ba'zi 5 harflik bo'lishi mumkin. Mush keyindagi kengaytirilma nomi qarab turib, men nima ekanligini men bilalayman. Qaysi sistema ishlaydiganligini men qolayman. Shu bu kengaytirilma nomi biz uchun muhim. Biz yozgan manba kodiniki kengaytirilma nomi Java dedi. Andin kompler bu tercüme qildi, o'qiydi. Andin bu class widgeti Java class widget qilib saqlaymiz. Masalan, class widget qilib saqlagandan keyin bu kompyuterga yetib berib, bu JVM yani Java Virtual Machine degan narsa buni izohli tarjimon deb qarasak bo'ladi. Bu kompyuterga yo'llaydi. Kompyuterning CPUsi bu 0.1 qilib o'qib, bizga bir qog'ozlarimizda ekronni ko'rsatib turadi. Mushu jarayonlarni biz boshda o'tkazamiz. Hozir g'alati direktorda. Ertaga men dars o'tganda tepsili. Avval ma'ni qildik, to'g'rimi? Andin bu kompyuter qildi. Andin biz bu class nima hujjatini qurdik. Andin bu tarjima qildi, tafsil bir-birlab tushuntirmanda, sizlar buning bo'lgan tushunchanglar inshaalloh taqim yuqori bo'ladi. Hamda nima demoqchi desa, biz source code. Biz bir manba kodini yozamiz. Masalan, Java'ni ochib taraqsh tizim yozsangiz, shu manba kodini yozayotgan bo'lsiz. Java hujjatini yozgan bo'lsiz. Andin kompyuter buni tarjima qildi. Andin bytecode o'zgartirdi. O'zgartib bo'lgandan keyin butun kompyuterlarda mayli Windows bo'lsin, mayli Alma bo'lsin, mayli Linux bo'lsin, buncha o'qiy oladi. Hammasiniki mush iqtidori bo'lganligi uchun bu kodlarimizni o'qib, bizni ko'rsatib beradi. Aytishlar qilganda burun qaysi kompyuter kod yozgan bo'lsa, bir odam ko'rish uchun shu kompyuterni ko'tarib bordi ekanda. Lekin bugungi kun taraqqiy qilib, siz bir tal kodni to'g'ri yo'nalishda yozsangiz, bir qatam yozsangiz, hamma sistema buncha avtomatik toniydi degan gap. Endi men yana azroq tushuncha qilib qo'ydim. Mushlarning bytecode'larning qanday ishlasa, men biz source kodni yozdik taraqsh deb. Men Java kompyuter buni tarjima qilib o'qiydi. Bytecode o'zgardi degan gap 0.1 ga o'zgardi. Kompyuterchi butun kompyuterning hammasi 0.1 qilib o'qiydi. Bir esinglarda bo'lsin. Mayli kino ko'raylik, mayli naqsh o'qiylik, mayli xat o'qiylik, hammasi kompyuterning ichiga man 0.1 ga aylanib o'qiydi. Kompyuterning tonig'ini ma'lum. Biz kompyuterga mushun tonilgan qilish uchun mushu kodlarni yezib kompyuterga yo'llaymiz. Kompyuter hammasi mushu 0.1 orqali tonib chiqadi. Endi agar hamma 0.1 qilib yozgan bo'lsa, bu bek murakkab narsaga aylanib ketadi. Biz shu kompyuter tonilgan holatda sistemni yezib beramiz. Kompyuterning JVM, Java Virtual Machine'ligini buni o'rib, mush kompyuterning hammasi tonilgan holatga keltirdi. Mush kompyuter CPU bo'ldi ekan, buni hammasini biz yozgan kodlarni to'g'ri yo'nalishda o'qiy oladi. Hammasi 0.1 ga o'rib o'qiydi. Men 0.1nikini ayrim video qilib qo'ydim. Tafsilotini aşağıdan bir qatim ko'rib olsak, inshaalloh buni rahat yaxshi tushunib ketamiz. Miyada masalan bu bol kod yozibdi. Source kodni Javaga yozibdi. Andin kompyuter miyada yurgizibdi, tarjima qilibdi. Andin miyada class o'zgarib, ma Java Virtual Machine hammasi o'rib buni kompyuterga yo'llagandan keyin, ma kompyuterniki mashina kodi hammasini qaysi sistema to'g'ri kelsa, shu sistemda o'qiydi. Windows bo'lsin, mayli Unix bo'lsin, mayli Android bo'lsin, mayli Mac OS bo'lsin, hammasi biz yozgan kodlarni o'qiy oladi demoqchi. Qo'shimda bo'lsa, biz bu darsimizda mushu Java degan nima? Qachon paydo bo'lgan? Kimlar ijod qilgan? Buning taraqqiyoti, biz nimalarni o'qiyotganmiz? Eng dastlabda nimalarga bakrak ko'ngil bildik-ekanmiz? Andin bu yozgan kodlarimizni kompyuter qanday o'qiydi degan nuqtada qisqacha to'xtaldik. Men taq amaliy sistemni amaliyam kutib qo'ydik. Ammo men sistemga tushgandan keyin bir-birlab to'xtalamiz. Ay siz men degan ishni qila olgandan keyin ikkinchi dars ketamiz. Hargiz chetning kinosini o'zimiz bilmaydigan tilda ko'rib qolmaylik. O'zimiz kulib ketmaylik. Nimada kuldigansa o'zimiz tushuntirib bermay g'alati bo'lib qolmaylik. Cho'qim pishiq o'qiyni bu sohada biz inshaalloh mana qimmatlik xizmatni biz izlab emas, xizmat bizni izdeklik sohalicha biz buni o'rganishimiz lozim. Dunyoda o'rgangan bo'lmaydigan bilim yo'q, ammo o'rganmagan odamlar bor. Bu darslar asosiy temaga masalada tayyorlandi. Tafsir tushuntirishlarni muallimdan anglang. Ya'ni buning qarablam hammasi mushu ekan deb tushunib olmang. Biz sistemni ochgandan keyin
yana da tepsili tushunchini bir-birlab ko'piramiz. Davomli fikrlab tushunmoqchi bo'lsangiz, diqqatingiz keyingi darsimizda bo'lsin. Bo'ldi bolani davasa, bugun mushni pishiq ko'ringlar. Alloh xolsa menga PDF shaklini vatib qo'ysam, bir ko'rib o'tgandan keyin endi biz rasmiy sistemni ichib bir-birlab pak-pokiz o'qib boramiz. Bo'ldi Allohga omonat, keyingi darsimizda ko'rishaylik.